2009 Matizimiz. Kirasiyasi qancha buni? 15%. 15% kiraskasi, motor holatlari ham propanda yurar ekan. Balon holatlari ham zo'r ekan. Salon holatlari keladigan bo'lsa, salon holatlari ham chexol polilari bor. Torpeda, afishka holatlari zo'r. Qismlari mana metanlari. Shundan mumkin. Bunachilar mana dikir yana Matiz ekan bu ham. Nech pul deyapsizlar endi buni? Buni 2,5 ga beramiz. 2,5 ga. Kirasiyasi 10-15% bor. Haligi nomeriga hozirgi. boshqa uni 97lik. 97lik 167 midi, sizniki necha edi? Telefoningiz? 90lik. Aytib bering. 90'lı 123 70 72. buni yili necha? Bu 12. 12 Matiz metan. Bes Matiz metan ekan. Salon holatlari mana 3000 ekan buni. Balon holatlari bu tunaqa ekan. Tikir yana holatda turibdi ekan Andijon bozorlarida. Bu safargi bozorda tiniqqina Matizlar mana. Kerakli ma'lumotlar bo'lsa mana mayda. Lekin obunachilar, sizlar bilan 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz. Kirasiyasi qancha? Bitta kirillosida bor ekan, balon holatlari ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Motor hadovoylari zo'r. Yaxshi hamma. Mana hoj tog'amiz bor ekan, orqadan ko'rsatish mumkin mana. Orqa holatlari ham. Narigidan qo'yib zo'r ekan. Ana shu bolaniki. Yoqilg'isi qanaqa buni? Yoqilg'isi bor. Benzin, gaz. Obunachilar, bu ham tiniq dikirganda turibdi ekan. Olib minar muayyachalarimiz telefon qilib yaxshiorsin. Ashqonat kuchida bor. Bu MX mi? MX Prestoy. Nomeringizni aytib qo'yasiz. Tog'a nomeri. 165 285. Obunachilar dikirganda turibdi. Nech pul endi bu? To'lish $2600. Bo'ldi.